أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bugün sözleydiğin dersimiz takdirge işiniş. Biz ilgirki derslerimizde iman asaslarınınki, yani 6 iman asaslarınınki 5'ini sözlep bolgandyk. Allah'a işiniş, Allah'ın perişlerine işiniş, Allah'ın kitaplarına işiniş, Allah'ın peygamberlerine işiniş ve ahiret günü işiniş dersini sözlep bolgandyk. Bugün bizce en ahirki, yani iman asasının en ahirkisi takdirge işiniş bilen tonuş götümüz. Şunun bilen iman asaslarımız bugünkü ders bilen şunu tamamlandı. Qaranglar, takdirge işiniş. Takdirge işiniş degan nima degan bu mazmunni 4 asosiy mazmun bo'yicha sizga tushuntirib qo'yaman. Ya'ni takdirge işinish bunda 4 asosiy mazmunni o'z ichiga oladi. Ya'ni bu 4 mazmunni tushunsanlar, takdirge işinishning nimaligini tushungan bo'lasizlar. Birinchisi Allohning bilishi. Allohning bilishi. Biz bu Allohning bilishini ayrim bir dars qilgandik. Esinglarda bo'lsa, Allohning Al-Alim degan sifatini o'rganib o'tgandik. Esinglarda bormi? Yani bu dersimiz biz ninde öğrengendik? Allah Taala bütün dünyani yaratıştan ilgiri mahlukatlarının bütün ahvallarını tepsili biletti. Hazır mı biladi? Kelgisi de hem biladi. De biz bu Allah'ın Al-Alim sifatini sözlegen dersimizde Allah'ın hemme narsasini birla vaqtda bilib turalaydiganligini, yani burundan tatib bo'lgan hammasini bildiganligini, hem kelgusidagi ishlarni hammasini tafsilot bilan bildiganligini biz o'rgangandik. Bu to'g'riliq ko'p so'zlashimning hojati yo'q-ku deyman, shundaqku. Darsimizning oxiriga kelaylik. Yani Allah Taala hammani bilguvchi zot. Hech qanday Allah bilmaydigan bir narsa bormi? Hargiz yo'q, mavjud emas, Endi takdirge işinishninki ikkinchi asosiy nima bo'lsa, Allah Taala bütün bilganlarini Lavhul Mahfuzga yozgan. Bu Lavhul Mahfuz degan Allohning o'ziga xos bir daftari. Allohning o'ziga xos bir daftari. Yani Allah Taala bütün dunyoni, yani hamma narsani yaratishdan ilgari shu bo'ldigan ishlarning hammasini Lavhul Mahfuzga yozib etgan. Hammani tafsilot bilan yozib etgan. Bu to'g'risidagi hadis, oyat hadislar qarab boqaylik. Həcc surəsinin 70-ci ayədə Allah Taala'nın məşundaq həmin nərsini Lavhul Mahfuzga yozganligini bizga so'zlab bergan. Oyatni qaysini o'qib boqsizlar? Men muallimman Muslima. Muslima o'qing. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard. Inna zalika fi kitabin. Inna zalika alillahi yasir. İlallahi yasira. Okuma ahirine. Alallahi ve ha. Uygursu koyalım siz? Ha muallim. Okuma. Bilmem sen ki Allah asman zemindeki şeylerini bilip durdu. Bu hakikaten Lavhul Mahfuzda yazılgan bu yani biliş hakikaten Allah Hakk'a asan sure Hac 70. ayet. Yaxşı maşallah. Yani bu ayetden nimeni birimiz? Allah Taala asman zimindeki hamma narsani bilib turdi. Shundami? Bu asman zimindeki bo'lgan ishlarning hammasi nimaga yozilgan? Lavhul Mahfuz nomli bir kitobga yozilgan. Bu bilish, yani Allohning bularning hammasini bilishi haqiqatan Allohga aytim oson. Chunki Alloh nihoyatim va qudratli bir zot. Shundaqo, bularni bilishi Alloh uchun nihoyatim oson bir ish deydi. Undaqda Lavhul Mahfuzga qanday yozilgandi? Bunu biz Peygamber Aleyhisselam'ın tövendeki hadislerden görüp bakaylı. Bunu ben size okup çöndürüp koyayım. Peygamber Aleyhisselam mundaq degende. Şübhisiz ki Allah Taala barlıq məxluqatlarının təqdirini asman ve ziminlarını yaratışdan 50 min yıl burun bekitib etken deydi. O çağda Allah Taala'nın arşi sonun üstüde idi. Qaranglar, takdirimiz, yani Allah Taala bütün məxluqatlarının təqdirini qachon yozibdi?
osmon zaminni yaratishdan 50 ming yil burun yozibdi. Ya'ni bizning taqdirimiz bu qancha yozilibdi? Osmon zamin yaralishdan 50 ming yil burun hammasi yozilib ketgan. Hamma Alloh taolo shu joyda bekitib etgan. Endi qanday yozgan shakllarni tuvandagi hadisdan ko'rib boqaylik. Payg'ambar alayhissalom bundoq degan. Alloh taolo tunji bo'lib yaratgan narsa qalamdir deydi. Tunji bo'lib nimani yaratdi Alloh taolo? Qalamni yaratibdi. Qarang. Osmon zaminni yaratishdan burunmi qalamni Alloh yaratib qo'yibdi ekan. Alloh taolo qalamga yoz dedi. Qalam nimani yozaman deb so'radi. Alloh taolo buningdan keyin bo'lmoqchi bo'lgan barliq narsalarni yozgan dedi. Shuning bilan qalam toki qiyomatgacha bo'lmoqchi bo'lgan narsalar va ishlarning hammasini yozdi deydi. Bu haqiqatan lavhul mahfuzda yozilgan. Bu yana bilish haqiqatan Allohga oson bu. Ilgari o'tgan oyatningki oxir ekan. Qanday yozdi Alloh taolo? Qalamga yoz deb buyruq qilibdi. Undan keyin qalam nimani yozaman degandan keyin buningdan keyin bo'lmoqchi bo'lgan barliq narsani yozgan deb buyruq qilibdi. Undan keyin qalam Allohning buyrug'i bo'yicha toki qiyomatgacha bo'lgan narsalar va ishlarniki hammasini yozibdi. Endi bu yozish bizga nisbatan, biz insonga nisbatan nihoyatda bir ta'sir. Shunda bir narsaning keyin bo'lgan narsani yozish degan baktas bir ish. Mesela bir bo'lmagan bir voqelikni, bir hikoyani bir yozinglar desimi, xeyli uzun o'ltirib, aram to'qib yozamiz. Shundaqa biz uchun nihoyatda ta'sir. Ammo lekin Alloh uchun bu maxluqotlarning hammasining bo'lgan ishini yozib osonmi? Albatta nihoyatda oson bir ish. Undaqda taqdirga ishonishninki ikkinchi mazmuni nima ekan? Birinchisi Allohning hammani bildiganligi. İkincisi Allah'ның bütün məxluqatlarının taqdirinin hammasini lavhul mahfuzga yozib etganligi. Buni bilish taqdirga ishonishninki ikkinchi mazmuni. Endi qaranglar. Yana bu taqdir lavhul mahfuzdan boshqaga yozilamdi degan savol kelishi mumkin sizlarga. Lavhul mahfuzdan boshqaga yana taqdir yozilamdi. Boshqa vaqtda yana yozilamdi. Qaranglar, tuvandagi hadis qarab boqaylik. Bu hadisdan bizningki taqdirimizning yana onamizning qo'sig'idagi vaqtda yozilganligini bila olamiz. Qaranglar, hadisninki men nemisini keltirmabdi. Mana uyg'urchasini men o'zim tarjima qilib beray. Qaranglar. Bir inson o'zininki onasining qo'sig'ida 40 kunlik holatida qanday bo'ldi deydi? Nutfa, ayni bir urug' holatida bo'ladi deydi. Ondan keyin yine 40 kunlik bo'yini 40 kun o'tgandan keyin alaqatan uyul qon holatiga yetadi. Uyul qon holatida bo'ladi. Ondan keyin bir tishlam go'sh holatida bo'ladi deydi. Shu vaqtda yine 40 kun 3 tane 40 kun o'tdi. Qancha kun bo'ldi? 120 kun bo'ldi. Shundaymi? Shundan keyin Alloh taolo uningga yana shu qo'soqdagi balaga bir farishtani avatadi. Ondan keyin uning ruhini puylaydi deydi. Ve Allah Teala 4 işni yozishga buyurdi. Farishtaga 4 ishni yozishga buyurdi. Bekat bir rizqihi, ya'ni o balaninki rizqini yozishga buyurdi deydi. Rizqini ve ajalini, amalini ve baxtlik yoki baxtsiz bo'lganligini yozishga buyurdi deydi. Nimani bildinglar? İnsan onasining qo'zg'atgan vaqtda 120 kunlik bo'lgan chaqda Allah Teala bir farishtani avatadi ekan. O farishta Allohning buyrug'i bo'yicha shu kishininki, shu insonninki rizqini, ajalini, ajal degan gap, ya'ni qancha uzun yashaydi, qachon vafot bo'ldi deganda shu ajal deymiz. Ajalini, amallarini, ya'ni nima ishlar bilan shug'ullandi bu hayotida, nima ishlarni qiladi degan amallarni yozadi. Hamda o kishininki baxtli yoki baxtsiz ekanligini, dunyo oxiratda baxtli inson bo'lamdi, baxtsiz inson bo'lamdi. Mushaning hammasini mush qo'soqdagi 120 kunlik vaqtida farishta yozib o'tadi deydi. Undan boshqa vaqtda yana taqdir yozilamdi desanglar, Alloh taolo qadr kechasida 1 yillik taqdirni yozadi. Qadr kechasi qachon bo'ldi qaysinglar bilasizlar? Endi biz Ramazonlik darsimiz o'rgandik qadr kechasini. Qadr kechasi qanday vaqtda bo'ladi? Ramazonning 26-si kerak.
Ramazanның ахыркы 10 күнініңки тағы keçilərdə. Şundan tағы keçilərinin biri də Qadr keçisi buludu. Qadr keçisi buldu. Bu Qadr keçisi 1000 aydan əvzal bolğan bir keçə degandir. Allah Taala aşu keçidə 1 yillik taqdirini yazıdı deyir. To'xan surəsinin 4-cü ayətini qaysını oqub baxsızlar? Ustaz mən oxub baxayım. İsmim Müminə. Fiha yufraqu kullu amri hakimin o keçide her bir hikmetlik yani hikmetinin hakazası boyunca kılınan iş yani bendilerinin rizkı acili ve başka ahvali ayrılıdır. Sure Duhan 4. ayet. Maşallah, maşallah. Endi Allah'ın bizden takdirimiz yazıp kılığını bildinlarmi? Yani asman zaman yaratish burun ne gezipti? Levhul mahfuzga yazıptı. Şundamı? Yani bu bütün alemlerdeki bütün mahlukatlarının takdiri yazılgan bir kitap. Onun başqacha her bir insan anasını qo'sag'idagi 120 kunlik bo'lgan vaqtida yana ayrim bir qatamcha taqdir yozilibdi. Bu taqdirning yozilishi yana shu lavhul mahfuzkisi bo'yicha yozilgan, ha? Ondan keyin yana her yilda 1 yillik taqdir yana shu lavhul mahfuz taqdir bo'yicha yana bir qatam yozildi ekan. Tushundinglar, ha? Endi uchinchisi qaraylik. Taqdirga tushunishninki 3-mazmuni kainattaki her bir iş Allah'ın xalisi iradesi bilen bulduğu degan mazmunni tushunishinglar kerak. Yani kainatta her qandaq bir iş Allah'ın xalisi bilen, Allah'ın iradesi bilen buludu. Yani Allah'ın iradesi bo'lmasdan, Allah xalamasdan bir iş yüz beremdi, hergiz yurib yüz bermaydi. Allah Taala xalaganni qiladi. Allah Taala xalaganni qiladi. Mana ayetlarni qaysini o'qib baxsizlar? Avval İbrahim surəsinin 27. Ben Hadice. Hadice o'qing. Ve yef'alullahu men yeşâ'u. Allah xalaganni qiladi. Sure İbrahim 27. ayet. Sure İbrahim 27. ayet. Ve ma teşâ'ûne İlla en yeşâ'allahu rabbul âlemin. Fakat alemlerin Perverdigarı Allah xalağandılar Ondan sırlar xalaysılar. Yaxşı maşallah. Yine Allah Taala bütün asman zamanın padişahı, şunaqa alemlerinin padişahı. Yani xalığını qıldı Allah Taala. Yani Allah Taala'nın qılğan işi biz aralışalaymiz, aralışamaymiz. Allah özünün xalığını qıldıgan zat. Endi bizning qilgan ishimizni Allah xalagan chaqla anadeken biz xalab qila olamiz. Shunashman deymiz, qilmoqchi bo'lgan ishimizni degan vaqtimizda inshaalloh Allah xolisa degan gapni qo'shimiz. Shundaqo inshaalloh deymiz. Agar Allah xolisa bundoq qilaman deymiz. Buni biz ilgirki darsimizda o'rganib bo'lgandik. Inshaalloh deyishimiz lozimligini. Yani Allah Taala bizning bir ishimizni xolisa, anadeken shu ish bo'ladi. Anadeken biz xolab shuni qila olamiz. Eğer Allah xalimisi biz qılalan ekanmiz, hech qanday bir ishni qilolmaydi ekanmiz. Yani kainattaki her qanday bir ish Allah'ın xalisi bilan, Allah'ın iradesi bilan bo'ladi ekan. Buni tushundinglarmi? Yani bir ishimiz masalan cho'nglarning gaplarini anglab qolamiz. Bir ish yuz bermagan vaqtida Allah buyurmabdi buni qilishga. Allah iroda qilmagan o'xshaydi deb taqdirga tanbergan ahvolini anglaganmidinglar? Anlagan shundaqo. Yani o'sha deyishimiz nima gap? Shu taqdirga iymon etganligimizning sababidan bo'lgan gap, ha? Endi bir savol so'rab qo'yaysizlardan. Allah bütün insanlarni yaratishdan burun bütün ahvolni biladi, shundaqo. Hamma har qanday bir insonning ahvolini biladi.
Uni Lavhul Mahfuzga yozib etgan. Hamda hamma ish Allohning xohishi bilan bo'ldi ekan. Biz yuqori so'zlab o'tdik mazmunlarni. Undaqda insonlarning kofir bo'lishini qanday tushunamiz? Mana tushunib qolgan bo'lishinglar mumkin balkim bir inson kofir bo'ldi. Alloh taolo uni Lavhul Mahfuzga kofir deb yozib etganlikdan kofir bo'lib qoldimi? Yine hamma ish Allohning xohishi bilan bo'ldi ekan, Alloh taolo insonning kofir bo'lishini xohlab qoldimi? Nima sababdan u kofir bo'lib qoldi? Buningki javobini toppa qilganlar bormi? Biz birinchi soat darsimizni o'ylab baqsanglar, Allohningki 4 xil hidoyatni so'zlab o'tgandik. Mushu darsdami, yana mushu savolning javobi chiqqandi. Qaysinglar fikrlaringizni so'zlab baqsizlar? Maylim Allah'ın hidayeti bolsa. Allah'ın hidayeti bulmasa bu kafir oldu. Allah Teala qanday kishini hidayet qilmaydi? Kalbine eski insanları anıska ya bolsa da orup indi eski bağaldığında. Eski insanlarni, fasık insanlarni, shundaqmi hidayetga intilmaydigan insanlarni Allah Teala hidayet qilmaydi. Bu kishilar kafir qoldi shundaqmi? Yaxshi, maşallah. Cevabını ko'rib boqaylik. Alloh taolo yine har bir ishni hikmat bilan qiluvchi. Allohning har bir qilgan ishida hikmat bor. Uni bu hikmatni biz ya bilamiz ya bilmaymiz. Endi bir Alloh taoloninki bir insonning kofir bo'lishini xohlab qilishidan bir sabab bor. Yine o insonning kofir bo'lishini Alloh xohlabdi bo'lgan. Buning Allohning xohlab qilishidami sabab bor. Çünkü bu insan ya bir fasık insan bo'lishi mumkin, har vaqt yomon ishlarni qiladigan, hech bir yaxshini qilaychi deb o'ylamaydigan bir inson bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa bu bir hech yaxshilik yo'lida mengishni xohlamaydigan, har vaqt hidoyatni ishtiradigan bir inson bo'lishi mumkin. Degandek, Allohningki bu insonning kofir bo'lib qolishini xohlashi uchun bir sababi bor. Shu insonning o'zida bir sababi bor. Shuning bilan Alloh taolo u kishiningki kofir bo'lib qolishini xohlab qolgan. Shuning bilan kofir bo'lib qolgan. Bu ayetninki delili, bu gapimning dalili sifatida Baqara surasining 26 oyatini o'qib boqaylik. Qaysini o'qib boqsizlar? Men o'qib boqay. Ha, o'qib boqma. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Allah bu misal bilen nurgun kişilerini onu inkar kılganlıktan azdırıyordu ve nurgun kişilerini onu tasdiqlaganlıktan hidayet kıldı. Şu arkalık fakat fasıklarını azdırdı. Yaxshi, maşallah. Men bu yerga mishadan boshlab tarjimasini yozib qo'yibman, qaranglar. Alloh bu misol bilan nurg'un kishilarni uni inkor qilganlikdan azdırdı va nurg'un kishilarni uni tasdiqlaganlikdan hidoyat qiladi. Shu orqali faqat fosiqlarni azdırdı deydi. Oyatni boshqa qarasanglar, haqiqatan Alloh taolo mushundaq pasha va uningdan kichikroq narsadimi misol keltirishdan hech hayo qilmaydi. Yani Allah Teala shunday kichik narsani misol keltirib bir narsa demoqchi bo'ladi deydi. Ammo iymon etgan kishilar buningki o'zining Rabbi tarafdan bo'lgan haq ekanligini biladi. Alloh taolo shuni haq, shuni da'vatidi deb haq ekanligini biladi. Ammo kofirlarchi ya'ni bu misol bilan Alloh taolo nimani iroda qilgandi deb ashadaydi. Alloh taolo nimani iroda qilgandi deb uni bilmaydi. Yani Allah Teala tarafdan haq ekanligini ular kofirlar bilmaydi. Yine şunun bilan, şu orqali, şu misol bilan Alloh taolo nurg'un kishilarni ozdirib o'tadi. Allohning haqqini tunamagan, Alloh tarafdan bo'lgan haq ekanligini tunamagan shunday kishilarni Alloh taolo shu Allohning alomatlarini inkor qilgan kishilarni Alloh ozdirib o'tadi deydi. Ozdirib o'tadi. Bu kishilar qanday qoldi? Kofir bo'lib qoldi shuning bilan. Va shu misol bilan yana mush orqali nurg'un kishilarni, ya'ni Allohni tasdiq qilganlikdan uni hidoyat qiladi.
Uni hidayet qiladi. Va ma yudillu bihi illal fasiqin. Faqat Alloh taolo fasıq kişilarni ham ozdirdi deydi. Alloh fasıq kişilarni ham ozdirdi. Ammo lekin Allohni tasdiqlagan kishilarni Alloh taolo har vaqt hidayet qiladi. Dersimiz bu mazmuni xulosalasak, ya'ni Alloh taoloninki bir kishini kofir qilishini xalab qilishi uchun bir sabab bor ekan. Bir sabab bor ekan. Biz sababni ya bilishimiz mumkin, ya bilmasligimiz mumkin. Mushu sabab tufayli Alloh taolo u kishini ozdirib o'tgan, u kishi kofir bo'lib qolgan deydi. Ya'ni bu kishining kofir bo'lib qolishi Allohninki ishimikan yoki insonning o'zini tanlashimikan? İnsan o'zini tanlashi bilan kofir bo'lib qolgan. To'g'rimi? İnsanning tanlashi bilan Alloh taolo shuning bilan ashtar yo'lga boshlab qo'ygan. Ya'ni bu kofirlik yo'lini inson o'zi xohlagan. Yani Allah Teala bir insanı kafir qo'yam degan yoki inson o'zi xohlab kafir bo'lam degan. İnsan o'zi xohlab kafir bo'ldi. İnson o'zi xohlagandan keyin Alloh taolangizga uni kafir qilib qo'ydi ekan. To'g'rimi? Ma mazmuni tushundinglarmi? Alta tushundim. Yaxshi, maşallah. Undaq bo'lsa, Mao dersimizin hozirgi mazmunidagi bir xulosa shaklida o'rganaylik. Alloh taolo hech qanday kishiga zulm qilmaydi. Ya'ni Alloh taolo bir kishiga zulm qilib, u kishini kofir qilib dozoq tashlab etmaydi. To'g'rimi? Ya'ni kishi o'zi zulm qiladi. İnsan Alloh taolo har bir qanday bir insonga bir tanlashni berdi, ixtiyorlikni berdi, erkinlikni berdi. Ya'ni Alloh xohlagan kishi kofir bo'lsin, xohlagan kishi Müslüman bo'lsin deb Alloh taolo bizga xohlashni berdi. Bu xohlashni berish bilan berishdan burun bizga 4 xil hidoyatni bergandi. Bizga Alloh taolo bizni musulmon holatda yaratdi. Bizga sezgi a'zolarimizni berdi, bizga aqlni berdi va payg'ambarlarni avatdi. Ondan keyin bizga xohlagan kishi kofir bo'lsin, xohlagan kishi musulmon bo'lsin dedi. Endi bir kishi mana shunday Alloh bergan bu hidoyatni tunamay turib kafir bo'lib qolgan bo'lsa, bu kishini Alloh taolo kafir qilib qo'ygan emas. Bu kishi o'zi zulm qilib, shu kafirlik yo'lini tanlagan. Bildinglarmi? Alloh hech qanday kishiga zulm qilmaydi. Hargiz zulm qilmaydi. Dunyoda zulm qilmaydi, oxiratda zulm qilmaydi. Alloh butun koinotning podshohi. Ya'ni Allohning qilgan ishidan so'ralmaydi. Allohning qilgan ishidan biz so'ramaymiz. Nima uchun bunday qilding deb Allohning ishidan biz so'rayolmaymiz. Chunki u podshoh. Qaranglar. Men ichki podshoh aytizgan. Men aytizni naytimi chiroyli bir ziroat bor aytizgan men aytiz. Men aytizchi bir nima ekan? Toshdan o'qib ketibdi. Endi bu misol men qanday keltirib qo'ydim? Nima uchun keltirdim desanlar? Bu ishkili aytiz bir dehqonning yeri ekan. Bir dehqonning ilkidagi ekanda. Bu dehqon o'zi xalab bir etizg'am shunday ziroatlarni teribdi. Yana bir etizinchi bo'sh tashlab qo'yibdi. Endi bir biz kelib bu dehqonga, "Ey, nima ish qilmay yeringa bir narsa termiding?" deb uni so'roq qilib, uni jazolay olamizmi? Hargiz unday qilmaymiz. Bu kishi deydiki, "Bu yer mening ilkimniki ya bu. Men xolisam teriyman, xolisam tashlab o'taman. Sening nima ishing deb biz aralasha olamizmi? Aralashmaymiz." Yani bu sizlarga bir keltirib bergan bir misol. Yani Allah bütün zamanning podshohi bo'lgan Allohning ishidan so'ralandi, Alloh ishidan so'ralandi, hargiz so'ralmaydi. Zamonda bir kichik bir insonning ishidan, insonning o'zining huquq doirasi kishidan boshqalar javobgarlik tortolmaganga o'xshash, Allohning ishidanmi hech kim so'ralanmaydi. Alloh xohlaganini qilguchi. Endi to'rtinchisi qaranglar. Yani takdirga ishonishning mazmunini to'rtinchisi Alloh butun koinotdagi mahluqotlarni yaratgan. Buni bilamiz, shundaqo Allohning hammamizni yaratganligini, butun mahluqotlarni yaratganligini bilamiz. Endi butun mahluqotlarningki ham zotini, sifatini va harakatini yaratgan. Buni balkim Alloh bahmamilishimiz mumkin. Alloh taolaning hammamizning zotini, ya'ni jismimizni yaratganligini bilamiz. Ammo bizning sifatimizni va harakatimizni Allohning yaratganligini balkim bilmaymiz. Yani bugünkü dersim bunu öğren olayla. Allah Teala bizning her bir işimizni, bizning sifatimizni yani Allah Teala yaratgan. Bunun delili Furqan suresining 2. oyati. Qaysini o'qib baqsizlar?
Muallim okupa. Man Aisyah. Muallim okupa kay Muniba. Ayşe oku. Muallim الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Osmanlarning va zaminning padişahlık Allah'a xasdır. Allah'ның balası yoktur. Padişahlıkka şirikmi yoktur. Allah həmmə nərsini yarattı. Andın özünün xahişi boyunca onunğa münasib ölçəmni belgiledi. Yaxşı, maşallah. Qarama. Ve halaka kulle şeyin feqaddarahu taqdira. Ma ayet ahir qarama. Allah Taala həmmə nərsini yarattı. Həmmə nərsini yarattı. Feqaddarahu taqdira. Ondan özünün xahişi boyunca onunğa münasib ölçəmni belgiledi deyir. Allah Taala həmmə nərsini yaratqan. Bununki muş ayetninki mənası qala düşünməsənglər Allah Taala bütün məxluqatlarınki zatını mı, sıfatını mı, hərəkətini mi Allah yaratqan deb düşünsək boldu, hə? Əmdi bir sual. Əmdi həmən onun qalası toğulğan buluşum mümkün bu sual. Yəni bəzi kişilərimdə deydi. Allah Taala bizin təqdirimizni yazıb tutdu. Şundaqı Allah Taala həmməni biladi. Andakı bilgənlərinin həmməni təqdirə yazdı, lavhul mahfuzga yazdı. Əmdi həyatımız maşallahның lavhul mahfuzga yazıb atqana bo'yicha bo'ladi. Shundaqmi? Allah Taala'nın lavhul mahfuz yazıb atqana bo'ladi ekan. Ondaqda Allah Taala bizni yana nimishqa yaxshi amal qilishga buyuradi. Nimishqa yana yaxshi amallarni qilinglar deydi. Ammani yazib qo'ygan tursa, yana bizning amal qilganimizning nima ahamiyati bor deb savol so'rab qilishimiz mumkin. Sen shuni o'ylab qoldinglarmi? Alloh hammani yazib atgan tursa, yani bir insonningki baxtli, baxtsiz bo'lganligini, rizqining qanday bo'lganligini, uningki kafir yoki musulmon holat yashaydiganligini degandek hammamiz bundan Alloh taolo lavhul mahfuz yazib atgan tursa, yana nimishqa biz amal qilamiz? Buni Alloh taolo nimishqa biz yana amal qilishga buyuradi deb o'ylab qolgan bo'lishimiz mumkin. Bu savolga to'xtalib boqaylik. Yine tözəlgən məzmunumuz təqdirə işiniş və əməl qilish məsələsi. Bunu düşünüşdən burun Allah Taala'nınki bütün insanlığa ixtiyarlıqni bəgəligini bilishimiz kerak. Yəni Allah yazıb etdi, to'g'ri, yazıb etdi, hammani yazıb etdi. Ammo Allah Taala insonningki hayotda nima ishlarni xohlab, nima ishlarni qilganligini albatta bilguvchi zot. Allohning bilguvchi zot ekanligini bilmasanglar, ma'u gapni tushunmay qolishingiz mumkin. Allah hammani biladi. Masalan biz tug'ilishdan burun Allah Taala bizningki nima ishlarni qilganligimizni, qanday yashaydiganligimizni, vaqtimizni nima bilan o'tkazganligimizni hammasini biladi. Hammasini biladi. Ya'ni bizning qaysi yo'lni tanlaydiganligimizni biladi. Shuni bilan yozib etgan. Ya'ni Allah Taala bu nihoyatim oson bir ish, nihoyatim oson bir ish. Buni chuqur qalbimizga o'tkazishimiz kerak. Ya'ni Allah Taala mana yozib etdi. Ammo lekin men yazib etganligim uchun shunday bo'ldi degan gap bormi? Hargiz undaq yo'q. Allah Taala yana insonga bütün ixtiyorlikni berdi. Ya'ni biz vaqtimizni nima o'tkazishimiz lozimligini o'zimiz ixtiyorimiz o'rlashtira olamizmi? O'rlashtira olamiz. Nimani xohlasak shuni qilamiz. Qaysi yo'lni xohlasak shuni qilamiz. Allah Taala shunda bizga ixtiyorlikni berdi. Va bizni-chi qudratimiz yetadigan ishga buyurdi. Hargiz qilolmaydigan ishga buyurmadi. Qilolmaydigan ishimizga buyurmadi. Bu vaqtdagi oyatlarga qarab boqaylik. Naba surasining 39-oyatini qaysini o'qib boqsizlar? Azma 2 oyat bo'lmaydi. Birdan o'qiylik. Qaysini o'qib boqsizlar? Men o'qib boqay Muniba sabr. Muniba o'qima. Zalikal yawmul haqqu faman sha'atxaza ila rabbihi ma'ba. Ana shu cho'qim bo'ldigan kundir. Kimki iymon bilan yaxshi amal bilan Parvardigoriga qaytadigan yo'lni tutishni xohlasa tutsin. Yaxshi, maşallah. Oyat Baqara surasining 286-oyatini qaysini o'qib boqsizlar? Ana qisa bo'ldi men Muhammad. O'qing.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Allah hech kimni qurbi yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigadir, yomonligining jazosi o'zigadir. Maşallah. Qaralım ayatlarını qayta ko'rib baqayli. Naba surasi 39-oyatida ana shu chuqum bo'lgan kun. Qaysi kun bu? Qiyomat kunisi, shundami? Kimiki iymon bilan, yaxshi amal bilan Parvardigorga qaytadigan yo'lni tutishni xohlasa, tutsin deydi. Ya'ni faman sha'attakhadha ila robbihi ma'aba. Kimiki ash yo'lni tutishni, Parvardigorga qaytadigan to'g'ri yo'lni tutishni xohlasa, tutsin. Yani xalisi bu qalğıç bu qıson deydi. Mayet qarsak, Allah Taala hech kimni qurbi yetmaydigan ish taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobini o'ziga, yomonligining jazosini o'ziga deydi. Endi hammamiz kallanlar o'tamdi. Allah Taolaning hammamiz ixtiyorlikni berganligi, hammalarning kallasi o'tikli shundami? Ya'ni biz xohlaganimizni qila olamiz. Shunda Allah Taala bizni bir ishga majburlamdi, majburlamaydi. Faqat bizga bir Qur'on karimdan iborat bir qonunni bizga tushirib berdi. Mushu biz yo'lni ko'rsatib berdi. Mushu yo'ldan mansangiz baxt ko'rasiz. Ma yo'ldan mansangiz ziyon tortib oxirida sizning yo'lingiz halokat bo'lib qoladi deb bizga to'g'ri yo'llar, xato yo'lni Alloh taolo bizga ko'rsatib berdi. Endi bir inson xolisi to'g'ri yo'lda mangdi, xolisa xato yo'lda mangdi. Bu insonniki xolishi bu ish. Mesela bir yolda ketib barsizlar deylik, kazaldan keltiraysizlarga bir yolda ketib barsizlar. Bir yolda ketib barsizlar, oldinglarda ikki yo'l bor. Ikki yo'l kelib qoldinglar. Birisi dediki, "Ma yo'lda mansanglar, naytimi? Eski qaraqchilar bor bir yo'l. Bu yo'lda naytimi? Eski ishlar bor. Ma yo'ldan mansangiz xotirjam bo'lalaysiz. Hech qanday sizning yo'lingiz to'sadigan odam yo'q. Manzilingizga yetib bora olasiz" deb sizga birisi yo'l ko'rsatdi. Undaqda biz qaysi yo'lni tanlaymiz? Albatta men xotirjam bo'ladigan yo'lni tanlaymiz. Hargiz men qaraqchi yo'lni to'sadigan yo'lni tanlamaymiz, shundaqmi? Xotirjam yo'lni tanlaymiz. Endi birisi kelib, bir odam kelib, endi taqdirim bo'yicha bo'ladi-ku meniki. Alloh men taqdirimni yozayotgan bo'yicha bo'ladi deb. Xotirjam yo'lni tashlab qo'yib, u qaraqchilar yo'lda mangan bo'lsa, anandagi qaraqchiga yo'l qo'yib, butun mamlakatni aralab qolgan vaqtdan Alloh mesha taqdirimni yozib yetibdi. Biz to'g'ri bo'lamdi? Herkes doğru bulmaydı. Şundan koy, yine Allah Teala bizge aklını verdi. Doğruna hatana tonuttu. Anandaki qaysi yolda mengashdan bizge ixtiyorligini berdi. Endi biz şu aklimizni ishlatib to'g'ri yo'lda mangsak, bir baxtli bo'lamiz. Xato yo'lda mangsakchi baxtsizlardan bo'lib qolamiz. Bu herkes Allah menga xato yo'lda men qolgan kishi Allah taqdirimga shuni yozib ekan-to'q, shuni ashmamışda bo'lib qoptiman deb taqdirga otib qo'ysa herkes bo'lmaydi. Tushundinglarmi? Endi bir misol keltirib berayim. Masalan, bir kishi og'rib qoldi. Birisini og'rib qoldinglar deylik. Shuni doktorxonaga bordik. Doktor nima dedi? Men bergan ma'u falan dorilarni yeng. Ma'u dorilarni yeng, herkes doringizni uzib qo'ymang. Yani ettiginimi yeng, kech vaqtimi yeng, herkes yemay qolmang. Andan keyin mundaq ziyonli narsani yemang. Yani bunu yesangiz sizning kasalligingiz ziyon qildi dedi. Andan keyin bu kishi qanday qildi? Aqlli kishi albatta doktor bergan dorini vaqti-vaqtida yeydi, shundaqmi? Andan keyin ziyon qilgan narsa yemdi, yemaydi. Aqlli kishining qilgan ishi bu. Endi bir kishi kelib, doktorning bergan dorisini yemay, ziyon qilgan narsani yeb, kasali yig'ilib ketgan vaqtida bu Allohning menga yozgan taqdiri ekan, deb bo'lamdi. Bo'lamizlarcha? Herkesin bo'lmaydi, shundaqmi? Yani Allah Taala o kishiga aqlni berdi, to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'ydi, ham ixtiyorlikni berdi. Endi u kishiniki qaysi yo'lda mengishi o'zining ishi. Qaysi ishni qilishimi o'zining ixtiyorligidagi ishi. Tushundinglarmi? Tushundikmi? Yaxshi, maşallah. Yaxshi, maşallah. Bayatın degandek, yomon amallarni qilib bo'lib, uni taqdirga atib qo'yishga herkes bo'lmaydi. Yomon amalni qilib bo'lib, taqdirga atib qo'ysak, biz qanday qilamiz? Aqlsiz bir insonga aylanib qolamiz. Agar Alloh taolo bizga mushtaq to'g'ri yo'lni ko'rsatib berdi, mushtaq yaxshi amallarni qilinglar dedi, mo'minlardan bo'lib yashanglar dedi. Shundami?
aşındaq bizga ixtiyorlikni berdi. Bizningki qurbatimiz yetmaydigan ishqa bizni buyurmadi. Anandan keyin bizni xohlagancha mingla dedi. Agar Alloh taolo bizga ixtiyorlikni bermagan bo'lsa qanday qiladi deganni tasavvur qilib boqaylik. Agar bizga ixtiyorlikni Alloh taolo bermagan bo'lsa, ya'ni taqdirimizni nima bo'lsa shu bo'ladi deb o'ylab jimmatga ish qilmay o'tirgan bo'lsak, qanday bo'ladi? Qanday bo'ladi sizlarcha? Ya'ni hamma ishimiz taqdirga atib qo'ysak, ya'ni bu yoqqa odamga o'xshash qaraqchilarga mangdigan yo'lga mengib, qaraqchilarga yo'lni bilib turib ash yo'lda mengib, bu mening taqdirimkan deb ashunda bo'lib qolgan bo'lsak, ya'ni Alloh taqdirni shunday tushunib qolsak, qanday ahvol bo'ladi desanglar, Alloh taolo hech qanday bir insonni jazolamaydi. Chunki Alloh hech kimga zulm qilmaydi, shunday hech kimga zulm qilmaydi. Masalan, Alloh taolo lavhul mahfuz yozayotgan bo'yicha, "Mao inson kafir, mao musulmon, mao inson musulmon, mao jannatda, mao do'zaxda" deb arvitib, Allohga biz ixtiyorlikni bermay, Allohning xohishini yashagan bo'lsak, Alloh taolo hech qanday bir inson jazolamaydi. Hech qanday bir inson jazolamaydi. Hem bizga payg'ambarlarni avatib, to'g'ri yo'lni ko'rsatib, Qur'on Karimdagi kitoblarni bizga tushirib, unda qilishni hojat qilamdi. Hech qanday bir hojat qolmaydi. Hech qanday bir o'rni qolmaydi. Jannat bilan do'zaxning o'rni qilamdi, hech qanday o'rni qolmaydi. Uning hech qanday bir ahamiyati bo'lmaydi. Ya'ni nima bilishimiz kerak? Allohning bizga ashuna ixtiyorlikni berganligini. Biz mayli musulmon bo'laylik, mayli kofir bo'laylik, mayli yaxshi odam bo'laylik, yo yomon odam bo'laylik, hammasi o'zimizning xohishi bo'yicha bo'lgan. O'zimizning tanlashi bilan bo'lgan. Alloh bizning qaysi yo'lni tanlaydiganligimizni bilganlikdan shu bo'yicha lavhul mahfuzga yozib qo'ygan. Bildinglarmi? Bildik. Yaxshi. Men sizlarga bir hikoya so'zlab beray. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. Hammalar bilishlar mumkin. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu payg'ambarimizdan keyingi 3-xalifa. Shu vaqtda bir kishi o'g'irlik qildi. Ondan keyin Umar radhiyallohu anhu uningki qo'lini kesishga buyuribdi. Bizning dinimizda o'g'irlik qilgan kishiningki qo'li kesildi, shunday qilib Umar radhiyallohu anhu kishiningki qo'lini kesinglar deb buyuribdi. Ondan keyin u kishi debdiki, to'xtab turing, ey amirul mu'minin, to'xtab turing. Men Allohning taqdirlarini o'g'irlik qildim debdi. Allah mening taqdirimga o'g'irlik qilish yozibgan deb, men shu Allohning taqdirlarini o'g'irlik qildim. Degandan keyin Umar radhiyallohu anhu nindabdi odamlar. Bizmi Allohning taqdirlarini sening qo'lingda kesimiz debdi. Debdi. O kishi qaranglar, o'g'irlik qilgan jinoyatini Allohning taqdiriga dengab qo'yibdi. Bu qilgan xato to'g'rimi? Xato. O o'g'irlik qilishni o'zi tanlab turib qildi, o'zi xohlab turib qildi, shundaymi? Endi ashunda xohlab turib qilganligi uchun o jazoga haqmi? Albatta jazoga haqliq. Umar radhiyallohu anhu unda bizmi Allohning taqdirlarini sening qo'lingda kesimiz deb javob beribdi. Ya'ni taqdir mana shunday bir masala. Hergiz Allah lavhul mahfuz yozib qo'yganligi uchun undaq bo'lmaydi. Biz xohlaganligimiz uchun ash yo'lni tanlab, mang'anligimiz uchun shunday bo'ladi. Bizning tanlash qaysi yo'lni tanlab, qaysi yo'lni mengishimizni, nimani xiyol qilishimizni, qalbimizga nimalarni kelishini Alloh biladi. Albatta biladi. Biz tug'ilishdan burun biladi Alloh uni. Allohga bu nihoyat oson bir ish. Allohning bularni bilishi nihoyat oson. Taqdir meselesi mana shu 4 meseleni ichiga oladi. Avval Allohning bilishimiz kerak. Alloh hammani bilguchi. Bizning bu dunyoda qilgan ishimizning hammasini oldin hammani biladi. Qaysi yo'lni tanlashimizni Alloh biladi. Shundaymi? Andiga Alloh taolo mush bilish uchun buni yozib Bu Allohga nihoyat oson bir ish. Ondan keyin 3-chi masala nima? Alloh taolo har qanday bir ish Allohning xohishi bilan bo'ladi. Agar Alloh xohlamasa hech qanday ish bo'lmaydi. Yani biz Allah xohlamasa biz xohlamaymiz. Allohning xohishi bilan bo'ladi. Alloh butun osmon zaminning podshohi ekanligini bilishimiz kerak. 4-chi ish chu Alloh taolo har qanday bir insonningki zotini, harakatini, sifatini hamma Alloh taolo yaratganligini bilsak, taqdirni haqiqat tushungan bo'lamiz. Endi bugungi darsdan keyin bugungi dars o'rganishimizning nima foydasi bor? Taqdirga ishonishning o'rganishning nima foydasi bor? Bu masalani ko'rib boqaylik. Taqdirga ishonish insonni davomli tirishib-pishishga rag'batlantiradi. Yani taqdirga yo'llanmaymiz shundaqo, har vaqt Alloh taolo bizni amal qiling dedi, tirishib ishlang dedi. Yani bizni har vaqt shundaq tirishib ishlashga rag'batlantiradi.
İkincisi, insanın beshiga dard alam kelgan vaqtida o'zini yo'qotib qo'ymasdan sabr qiladi. Ya'ni bu Allohning bu ishda Allohning bir hikmati bo'lishi mumkin. Alloh bizga ma'mush taqdir qilib qo'yishaydi deb, qanday qilamiz? O'zimizni yo'qotib qo'ymay sabr qilamiz. Sabr qilamiz. Bir hadis bor. O hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degan, ben hadisdan keyin asos mazmun deb beray. Bir insonlar bir kishiga ziyon yetkazmoqchi bo'lsa, deyli, insonlar bir kishiga ziyon yetkazishni iroda qilibdi. Ziyon yetkazishni xohlabdi. Shunlar to'planibdi. Butun insonlar to'planib, o kishiga ziyon yetkazmoqchi bo'lsa, faqat Allohning o kishiga iroda qilgandan boshqa ortig'ini qila olmaydi. Ya'ni bir insonlarning hammasi yaxshilik qilmoqchi bo'lsa-mu, Allah Taala'nın onunla qanchalik yaxshilik yozayotgan bo'lsa, uningdan ortig'ini qila olmaydi. Ya'ni yaxshilik, yomonlikning hammasi Allohning irodasi bilan bo'ladi. Allohning irodasi bilan bo'ldi. Birsi bizga ziyon yetkazmoqchi bo'lsa, qanaqkan? Alloh bizga manchilik ziyon yetkazalaysan deb shuni iroda qilgan bo'lsa, boshqaning hammasi to'planib kelsa-chi, ashu Alloh degan ziyonning ortig'ini qila olamdi ekan, hargiz qila olmaydi. Hargiz qila olmaydi. Yani biz bunu qilgan vaqtda, buni bilgan vaqtimizda nima bo'lamiz? Salom berishinizga o'xshash, biz botir bo'lamiz, yuraklik bo'lamiz, o'limni qo'rqmaydigan, sehiy bo'lamiz. Taqdirga ishongan vaqtimizda, yaxshilik, yomonlikning hammasi Alloh tarafdan kelgan bilgan vaqtimizda biz hechimni qo'rqmaydigan, botir, yurakli odam bo'lamiz. Hamda bir dard bilan beshimiz kelib qolsa, o'zimiz yo'qotib qo'ymizmi, yo'qotib qo'ymaymiz, sabr qilamiz, sabr qilamiz. Ondan keyin bu yo'lda, ya'ni bir arzu armonlarimiz yo'lda qiyinchilik yo'liqqa vaqtimizda Allohga yo'zinib, uning o'rnimizdan dastur olaymiz. Allohga yo'zinalaymiz. Allohning taqdiri ekan deb turib, yana Allohdan o'rnimizdan dasturib, ya'ni yo'limizdan davomlashtira olaymiz. Endi bir g'alaba qozonaylik, bir imtihondan yuz oldik, yoki biz cho'ng bir g'alabalarga erishdik, bachaqchib mag'rurlanib ketmaymiz. Yani Allah halaptı, şunmuş dep boptu. Eğer Allah halmagan bolsa, hergiz bunday neticeге erişemeydi. Allah bana şunday iqtidarını beripti. Eğer Allah bu iqtidarını bana bermegen bolsa, men bu neticege erişemeydim dep qanday qilamiz? Mag'rurlanib ketmaymiz. Bu joyda Allohga shukr etamiz. Allohga shukr etamiz. Tushundinglarmi? Taqdirga ishongan vaqtimizda qanday bo'ldi ekanmiz? Tirishchan bo'lamiz, har vaqt tirishadigan bo'lamiz, taqdirga yo'lni olmaymiz. Hamda beshimizga bir dard alam kelsa, o'zimizni yo'qotib qo'ymaymiz. Ya'ni o'rnimizdan dast turib, Allohga yuzinib, yana yo'limizni davomlashtiramiz. Hech qanday bir insondan qo'rqmaymiz, botir, yuraklik, o'limdan qo'rqmaydigan sehiy bo'lamiz. Ya'ni bu o'limni qo'rqmaydigan degan kelgan chaqda bizning ajalimiz Alloh tarafdan kutib etilgan shunaqo. Ya'ni ajalimiz lavhul mahfuzga yozib etilgan. Bir kishi bizni ajalimizni bir o'ltirib o'talamdi, o'ltirib o'tmaydi. Qachon ajalimiz kelgan bo'lsa, shu vaqtda o'limiz. Bu o'limning sababi har xil bo'lishi mumkin. Ya'ni bir inson birisini o'ltirib o'tay deb, uni ajalidan burun o'ltirib o'tmaydi. Ya'ni ajalimiz kelgan chaqda o'limiz. Shunda bo'lgan chaqda biz ya'ni o'limdan qo'rqmaydigan botir inson bo'lamiz. G'alaba qozongan vaqtimizda mag'rurlanib ketmaymiz. Alloh xohlagan bo'lsa shunday bo'pti deb mag'rurlanib ketmay Allohga shukr etamiz. Darsimizning mazmuni shu. Taqdirga ishonishda to'g'risida tushundinglarmi? Taqdirning nimani bildinglarmi? Qaysinglar tushundirib beqsizlar? Taqdir degan nimaga, qanday ishonishimiz taqdirga? Nimalarni his qildinglar bugungi darsda? Qaysinglar deb beqsizlar? Bu dersler olmacalar üzerinde takılı korkusuz batıl iskildi. Ay maşallah. Maşallah. Yani taqdirga qanday iymon etganmiz? Tabiqmi? Hammish Allohning taqdiri bilan bo'pti deb, hamma taqdirdan gap ish qilmay tirishmay o'tiramiz ekanmiz, yoki tirishamiz ekanmiz? Muallim tirishimiz ekan. Yaxshi. Har bir ish Allohning taqdiri yozayotganligi uchun bo'lamdiki, yoki bizning xohishimiz bilan bo'lamdiki? Bizim halışımız bilen Yaxshi, xohishimiz bilan bo'ldi. Bu xohishimiz Alloh taolo allaqachon bildi ekan. Shundami? Ya'ni mana shu taqdirni mana shunday tushunamiz. Bir yomon ishni qilib qo'yib, taqdirdan gap qo'ysak bo'lamdiki? Bo'lmaydi ekan, shundami? Bizga Alloh taolo aqlni beribdi, to'g'ri yo'lni ko'rsatib beribdi. Endi bir gunoh ishni qilib qo'yib, Alloh taolo meni shunday gunoh ishga taqdir qilibdi deb tushunsak bo'lamdi? Bo'lmaydi. Bu gunoh ishni o'zimizning xohish uchun qildik.
Yani Ömer radıyallahu anhu'nun davridagi eliq Uyg'urning vaqasini kallavaridan qattiq chiqarib o'tmoqlar. Yani birisi o'g'irlik qilib, qo'lini kesishga bo'lgan chog'da debdi o kishi, "Ey Amirul Mu'minin, men taqdir bilan shunday o'g'irlik qilib qoldim. Allohning o'sha taqdirim shu yozib ketdi" desa, Ömer radıyallahu anh debdi, "Undaqda bizmi Allohning taqdiri bilan sening qo'lingni kesamiz" debdi. Darsini tushundinglarmi? Ha, ustoz tushundik. Maşallah. Tushundik muallim. Maşallah. Unda bo'lsa, quiz o'ynamsizlarmi?